Hammaga salom do'stlar, sizlar bilan o'shaman Mirox. Bugungi video roligimizda bo'lsa biza sizlar bilan yana o'sha videoni davom ettiramiz va hozir yerga kirgan edim. Mana ko'rib turganingizdek mana Minecraft olamida nima bo'lyapti. O'sha kech bo'libdi. Hozir endi uxlab olamiz. Uxlab olganimizdan keyin biza mana yangi kunni ham boshlab oldik va bizda Mamletda anchagina taxtamiz ortib qoldi va bu bizning taxtaga bizni o'zimizga baza qurishimiz kerak bo'ladi. Hozir bizga yetarlicha tosh ham bor. Ikkita tosh manimcha yetib qolsa kerak. Lapatga kerak emas bizga, bo'ldi shu bilan. Hozir baza qurishni boshlaymiz. Mana shu uylarning atrofini o'rashimiz kerak bugun. Qanimiz boshladik. Lapatga kerak bo'lar ekan, hozir o'sha olib chiqish shart emas. Qo'llanishda qo'ramiz. Oy, creeper keke. Okey. Bo'ldi. Anchami creeper kelsa kerak endi. Tak, creeper bashara. Hozir endi men mana shu yerdan qurishni boshladim. Oppa. Mana bola ko'rib turganingizdek dumaloqga oldim o'zim territoriyamni va ana endi hozir ustalariga mana bunday qilib chiqamiz. 3 blok tepaga qilib bazamiz atrofini o'rab chiqamiz. Qani bo'lmasa let's go. Mana do'stlar ko'rib turganingizdek mana shunaqa holatga keltirib oldim. Mana endi antga eshik qo'yishim kerak va Mamletda bizda anaqa bor edi, toshlar Mamletda ham bor ekan. Tak. Hozir bizga tosh nima kerak bo'lishini aytib o'taman. Ungacha mana ikkita zinani olamiz. Bu yerda eshik bitta ekan, shuning uchun biz o'zimizga 6 ta taxta ham olamiz. Bo'ldi. Eshik yasaymiz endi. Bo'ldi, 3 ta eshik bo'ldi. Va keyingi yana ikkita eshik kerak bo'lib qolgan bo'lsa, ikkita eshik tayyor, chunki naryoqda bitta bor, hozirgi bilan ikkita bo'ladi. Va bizda vot chotki bo'ldi menimcha. Ana endi bazamizni o'raganimizdan keyin butni nima deydi? Men polniy blujnikdan albatta bugun ko'p vaqt ketadi, shuning uchun hozir biz birinchi yerni kovlab chiqishimiz kerak va bunga ham alohida sandiq kerak bo'ladi. Shuning uchun men hozir o'zimga naq 16 ta hozir 16 ta taxta olaman va men bunga sandiq yasayman. Ikkita sandiq menimcha yetib borsa kerak va bu yerda bizda lapatkalar bor. Tak, bo'lmasa mana ishni mana shu yerdan boshlaymiz. Mana o'sha ikkita loys bo'ldi. Mana endi ana ketdi. Mana do'stlar ko'rib turganingizdek allaqachon Mamletda ham qilib bo'ldim. Ana endi bu yerni blujniklarga to'ldirib chiqishimizdan oldin mana yerdagi hamma loylarni olaylik. Nimaga hozir loylarni olishimiz nima kerakligini sizlarga aytib ketaman. Undan keyin cho'g'onasizlar. Hozir mana bizda loy narx 2,5 stakdan oshgan. Mana misol mana
Buni musor deylik endi. 2 staku 40 ta tosh bizga kerak bo'ladi hozir mana mana shu qilishga. Va mana tasini o'tirsak. Bunda o'tirib tursa, короче, xullasda. Bizada bo'lsa bu tosh menimcha borda, bizada 3 stak. Bizada 3 stak bor, do'stlar. Yani bizga yaxshigina tosh kerak bo'ladi degani, lekin bizada bor bo'lgani uchun. Plus endi toshlar bilan to'ldirib chiqamiz. Keyin yana videoni yoqaman va qanaqa qilib zo'r qilganimni ko'rasizlar. Do'stlar, va nihoyat ba'zan ham o'rab chiqdim. Mana polni full toshdan bo'ldi. Va lekin mana bunaqa joylari, bir ikkita joylari loy bo'lib qolgan. Hozir buni albatta tezroq to'g'rilab olishimiz kerak. To'g'rilab olganimizdan so'ng bazamizni full bitirgan bo'lamiz. Buning uchun bizga hozir birinchi o'rin nima kerak? Lapata kerak. Va biza konga ham tushib chiqishimiz kerak hali, chunki oppa bo'ldi. Sababi temir tugab boryapti, hali ko'p narsalar yasashimiz kerak. Hozir biza konga tushib chiqamiz. Va nihoyat ba'zi bitta do'stlar va Mametda hozir kondan kelib fermamiz bor edi, unga bitta qarab qo'yamiz agar bo'lgan bo'lsa. Hozir do'stlar men konga borib kelaman va u yerda kovlash ishlari ko'payib qolmasligi uchun konga borganimdan keyin videoni yoqaman. Va mana ben yaramasın. Bola ko'rib turganinglarda zombi bilan urushdim va men bitta temir bor ekan. Okay. Va do'stlar, what the hell? Almost. Va nihoyat bu survivalda. Nihoyatda almost topdim. Hacha bu qancha almost chiqarkan hozir dalishku. Oo, 5 ta almost. Bu juda zo'r. Hozir men endi mana bularni qilib olib ko'proq temir topishimiz kerak. 8 ta temir va 9 ta bo'ldi. Mana 11 ta temir bo'ldi va mana bu yerda zombi bor ekan. Hozir do'stlar bundan oppa zombidan o'ldirib keyin bundan chiqib olishim kerak. Bundan chiqib olgandan keyin bo'lsa videoni yoqaman, bo'lmasa hammalarga hozircha yo'q. Do'stlar, mana hamma narsamni qaytarib oldim va men zombilar yurtda ehtiyotroq bo'laman. Anaqa temirlarni olishimiz kerak. Очевидно. Manchi bir kela olmaydi bu zombilar. Yo'q. Yo'qol. Yo'qol zombilar. Do'stlar, men hozir
uzun videoni yo yana oldim men. Yo skelet narsalarimni kiyib oldim va do'stlar hozir men bu narsalarimni qaytarib olmasam bo'lmaydi. Qani bo'lmasa hozir videoni keyin yoqaman. Agarcha bo'lmasa narsalarni qaytarib olmasam ham temir, mana bitta kirkam bor. O'sha kirkam bilan boshqatdan topaman endi narsalarimni. Va u konga qaytib bormayman. Bo'ldi, o'zim uyimdan kon ochmasam, cho'tta u uyga u konga borib bo'lmaydi. Bo'ldi, mana bittadan temirim bor, o'shandan narsa yasab olaman hozir. Mana do'stlar, xullas men bu narsalarni qaytadan yasab oldim. Hozir temirni qilib endi bu yerdan bitta kon ochib qo'yishim kerak shekilli. Mana o'sha temirim ham 2 dona qoldi. Mana bu temirlar bo'lsa hammasi ketib qoldi do'stlar. Hammalar. Lekin 5 ta olmos topdim. Bu ana endi o'zimizga havola edi, lekin shunaqasi qiyin bo'ldi. Demak, bu bizga shunaqa bo'lishi kerak ekan. Shunaqa bo'ldi mana. Ana endi Ahmetdan sekin bitta kon ochishimiz kerak. Bo'ldi. Let's go, mana. Mana do'stlar, shuncha kichkinagina koncha qo'ydim hozirchalik. Keyin buni hozir to'g'irlab mavzularni chiroyli ochib ko'ramiz. Hozir o'tdi mana. Avtga narsa tashimiz kerak. Bizda taxta bor edi. Shu taxtadan hozir mana loylarni buzlikdan qo'yib qo'yamiz va bu taxtadan biz nima yasaymiz? Zina yasaymiz. To'g'ri topdinglar. Eng topgan bo'lsanglar. Va bizga mashincha yetib qolishi kerak. Qani ko'ramiz, yetib qoladimi yoki yo'q. Va buni qilib bo'lgandan keyin so'nggi video tugatiladi, chunki video cho'zilib ketyapti, ham telefonda ko'p joy ovoryapti. Video ko'proq bo'lsin desanglar, ko'proq like, komment bosib tashlaylar. Kanatlarni to'g'irladik. Qo'lda o'rsak bo'ldi, paka mana. Hatto musoranaqamiz bor edi, buni hozir boshqa qilib ko'chirishga to'g'ri keladi. Qani bo'lsa mana buni bu yoqqa qo'yib yuborib, mana bilan tez qo'yib yuborishimiz kerak. Bulujnik kerak bo'ladi hozir bizga. Mana bo'ldi. Okey. Sandaga bo'ldi. Endi bu yoqqa bulujnik qo'yamiz-da. Mana shu yerga musor sandiq qilib qo'yamiz. Musor sandiqda kerakli narsalar turadi va mana buni bizga umuman kerak emas. Va videoni oxirida sizlarga aytgan edim, fermamizga qarab qo'yamiz deb. Va fermamizga qarayapmiz. Va fermamizda hali o'smagan, mana shu yerdan ko'rindi. Va hammalarga xayr salomat bo'linglar. Video juda cho'zilib ketdi do'stlar. Va bu video hozir
Misol uchun hozir sizlarga video chiqayotgan bo'lsa, bu video kech olingan va video hozir 30 minut va buni yarmini kesib, to'g'irlab qilishimiz, montajimiz juda ko'p vaqt ketadi. Shuning uchun video bir kun chiqmasdan ertasi kuni chiqadi. Hammaga xayr, sog' salomat bo'ling.